Assalomu alaykum, hurmatli Nur Mebel obunachilari. Ro'za Ramazon hammanglarga muborak bo'lsin. Mana xudo xolisa Kapalak Hosondagi vlogimizda ikki komplet ikki xil rangidan tayyor bo'ldi. Birinchisi qora, ikkinchisi maloshin rangda. Ikkovi ham bir-biridan xudo xolisa go'zal bo'lib tayyor bo'ldi. Bu gololarimiz razmerlari 430 ga 230 bo'ladi. Komplegida jurnalniy stol, 3 ta taburetka, 4 ta bolishi ham bo'ladi. İçlari 100% sasna yog'och, pampers prujinada. Ko'rishingiz mumkin. Chaklari ham o'ta go'zal qilib, ishlovlari ham berilgan, xudo xolisa. Jurnalniy stolni ham o'ziga moslab, qoradan qilyapmiz. Taglari gold. Bir xil qilib iloji boricha kolaboratsiyasini bir-biriga xudo xolisa chiroyli qilib ishlanyapti. Ana bunisi ham maloshinsi. Maloshinsini ham tepasini maloshin qildik. O'yma qilib turib, o'yilgan joylariga ham ponni tillalardan sepilgan. Xudo xolisa. Oyoqlari ham 6 oyoqdan bo'lgan. Xudo xolisa o'rtasi ham belari olmaydi, tashlab olmaydi. Bemalol misol og'irroq narsa, kattaroq idishlar qo'ysanglar ham turaveradi. Bizni mana maloshinsi ham o'ta go'zal bo'lib chiqdi, xudo xolisa. Orqalari ham o'zini materialda yopilgan. 4 ta bolishi, 3 ta taburetkasi, jurnalniy stol. Taburetkasining razmeri ham 70 ga 60 qilib ishlangan. Mana bunisi ham shunaqa 70 ga 60 taburetkasi. Mana jurnalniy stolda olib qo'yib taburetkani yaqinlashtirsanglar, spalni holatda ishlatsanglar ham bo'laradi. Bu ishlarimiz ichi 100% sasna yog'och, pampers prujinada bo'lgan. Xudo xolisa pampers prujina ham bakvatidan ishlangan. Garantiyalari bor. Mana bunisining ham orqasi o'zini materialida. Bundan oldingi videolarda ham qo'ydik. Haligi ochiq joyga qo'ydik, o'rnatib berdik. Namangan Toshloqqa o'rnatib berdik. Shunda bu orqa taraf ochiq joyga to'g'ri kelib qoldi. Shunda ham ko'rinib, haligi qora astar yo boshqa bo'lib ko'rinib turgan yo'q. Gullar, dekorlar ham xudo xolisa o'zigacha bo'lib chiqdi, xudo xolisa. Chiroyli bo'lib, o'zini patsvet bo'lib, rangiga mos holatda. Bu ugololarimiz narxi juda ko'pchilik narxini aytmayapsiz deb yozyapti. Narxi shu turishi 5,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Bunisi ham mana 5,5 million so'm, 4 ta bolishi, jurnalniy stol, 3 ta taburetka, ugolok, komplet holati 5,5 million so'm. Bunisi ham shunaqa 5,5 million so'mdan. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, xudo xolisa. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul, qolgan viloyatlarga ham iloji boricha arzonroq shopurlardan chiqarib beramiz. Iloji boricha dekorlar ham xudo xolisa chiroyli qilib ishlangan. Iloji boricha arzonroq shopurlardan topib chiqarib berishga harakat qilamiz. Ozgina zakalat tushirib berasizlar, qolganini ish bitgandan keyin borib, ko'rib, qabul qilib olgandan keyin bersanglar bo'laveradi. Boshqa viloyatdagilar ham xudo xolisa shunday bo'ladi. Ozgina zakalat tushirib berasizlar, qolganini ish borgandan keyin tushirib bersanglar bo'laveradi, inshaalloh. Garantiyalari bor. Uzoqdan ko'rinishi ham xudo xolisa juda go'zal qilib ishlangan. Sizlardan murojaat qilaverasizlar, xudo xolisa chiroyli qilib kelishtirib qo'yib beramiz.